Tuklar qancha o'sgan bo'lishi kerak shugaring qilish uchun? Bu haqda juda ham ko'p so'rashadi. Mayda-maydalargacha ham olsangiz bo'ladi. Bu endi sizning mahoratingizga bog'liq. Keling santimetr, millimetr deb o'tirmaymiz-da. Qattan bilsangiz bo'ladi o'sha tayyorligini. Shugaringni surganingizda tuklar yon tarafga qayrilib olsa va o'sha joyida qotsa, demak bu tayyor degani. Aks holatida bo'ladigan bo'lsa, tuklar tikka holaticha turaveradi, yotqiza olmaysiz. Shugaringga ilinmaydi. Endi sizga mazza, xohlagan paytingizda depilyatsiya qilib olishingiz mumkin. Birovni vaqti bilan hisoblashmaysiz. Yo'lga ketadigan vaqt, ortiqcha xarajatlar endi sizni o'ylantirmaydi. Chunki yoningizda salondan-da yaxshi effektni beradigan shugaringlar bor. Istalgan natijaga oson erishasiz va 2-3 hafta sizni tuklar bezovta qilmaydi. Videoni qaysi do'koningiz yoki tanishingizga jo'natishni bilasiz. Podpisatsiya bosib, like bosishni ham unutmang.